Assalamu suyumli qarindoshlarım. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar turbetidan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixi haqidagi Shirin buloq sirasini bevosita o'qib anglataman. Tunday kungi o'qishda biz Bani Qurayza jangi degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa davomini davomlashtiraylik. Bani Qurayza jangi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kirgan kuni tushish vaqtida Ummu Salimma raziyallohu anha mo'minlarning onasining uyida uyinib o'tadi. Jibril alayhissalom kelib, "Ey Muhammad, qurol-yaroqlaringni qo'ydingmi? Farishta, malaikalar teg'i yaroqlarni qo'yg'ilni yo'q. Men hozir shu mushriklarni qo'g'lab zarba berib kelishim. Shunga sen darhol musulmonlarni boshlab Bani Qurayzaga yurish qilgin. Men oldingda berib, ularning qurgan qal'alari ichida tavrinish paydo qilib, dillariga qo'rqinish vahim selib turman," dedi va o'z qo'shinini, ya'ni Bani farishtalarni boshlab yurib ketdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farmon chiqarib, kimki ongliq va itoatmand musulmon bo'ladigan namoz asr, ya'ni namoz deganni Bani Qurayza mahallasida o'qisin, dedi. Ondan alamni Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga tutqizib, Bani Qurayzaga oldin mangdiribdi. Madinada o'z o'rniga Abdullah ibn Ummu Maktum raziyallohu anhuni qoldirdi. Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu bir bo'lik qo'shin bilan otlanib, ularning qal'asiga yaqin bir joyga kelib tushib edi. Ular tarafdan musulmonlarni haqoratlaydigan qabiy til ahonatlar anglandi. Arqadanla Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojir va ansarlardan tashkillangan cho'ng qo'shinni boshlab Bani Qurayza mahallasiga yetib kelib, shu tavallikdagi bir quduq bo'yiga tushdi. Bu qitim musulmonlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonini bajo keltirishga shu darajada oldirgandiki, ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jang chaqirig'ini anglagan hamon hech nimaga qaramay Qurayza tarafga qarab oqdi. Hatto namoz asrning vaqti yo'l ustiga da kirib qolgan bo'lsa-mu, bir bo'lik kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bo'yicha uni Bani Qurayzada o'qishimiz kerak deb jiddiy yo'l yurib, oxir xubdan namozdan keyin ondan o'qidi. Yana ba'zilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning demakchi bo'lgani bu emas, u faqat biz yetib kelishni maqsad qilgan deyishib, namozlarni yo'l ustida o'qib mangdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularning hech qaysini aybiga buyurmadi. Mana shunday qilib, musulmonlar qo'shini to'p-to'p bo'lib atlanib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Bani Qurayza mahallasida uchrashdi. Ularning soni 3000 ga yetadi. Ularning ichida otliqlar 30 kishi edi. Qo'shin yetib kelibla Bani Qurayza yahudlarni qal'adan tushishga qistab, ularni qattiq muhosiraga oldi. Muhosira rosa kuchayganligidan keyin yahudlarning katibishi Kayb ibn Asad ularni sahnaga yig'ib 3 xil taklifni o'tirib qo'ydi. Birinchi, taslim bo'lish va hammaydan birlikda islom diniga kirib, o'zlarining va xotin bola-chaqalarining hayoti va mol-mulkini saqlab qilish. Ikkinchi, xotin bola-chaqalarni o'z qo'li bilan o'ldirib tashlab, hech nimaga tortishmay maydonga tushib, tig'mi-tig' ilishib bartaraf bo'lish. Buni qilganda o'z mavjudligini saqlab qola oladi yoki armonsiz ketgan bo'ladi. Uchinchi, Muhammad alayhissalom va uning odamlarining yahudlarning shanba kuni urush qilmaydiganligiga ishonganligidan foydalanib, ularga tuyuqsiz hujum qilish, ya'ni shanba kunining sharafidan suiiste'mol qilib, unumli foydalanish. Bani Qurayza yahudlari Kayb ibn Asad o'tirib qo'ygan 3 xil taklifning hech qaysiga ra'y bermay jim turishdi. Bu chaqda Kayb darg'azab bo'lib, sizlarning hech biringlar onasining qo'rsqidan tushgandan beri bir kunmi aql hushi bilan yashamabdi, dedi. Yahudlar mazkur 3 xil taklifning hech qaysi qo'shilmagandan keyin ularga qurol tashlab qal'adan tushib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukmini kutmakdan boshqa yo'l qolmagan edi. Biroq ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hukmiga qoyil bo'lib, qal'adan tushganda qanday ish bo'lganligini aniq o'qib beqish maqsadida musulmonlar orasidagi sobiq ittifoqdoshlari bilan aloqalashib baxmoqchi bo'ldi. Shunga ular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bizga Abu Lubabani avassang
Onun bilan maslahatlashib olsak, deb elchi kirgizdi. Abu Lubaba Bani Qurayza Yahudlarning uzun yillik ittifoqdoshi edi. Uning mol-mulk, bola chaqalari shularning tavalligida turadi. Yahudilar Abu Lubabani ko'rib, hammasi o'rinlaridan turib hurmat bildirishdi. Ayollar, balalar uning oldiga kelib, yig'lab, put-qo'llarini esilib, qattiq tanglikka soldi. Axir bu yig'izlardan uning dili erib ketgan chig'i ularning Abu Lubaba, sizningcha biz Muhammadning hukm chiqarishiga rozi bo'lsak bo'lamdi deb so'ragan edi. Abu Lubaba bo'ladi. Rasulullohning hukmiga rozi bo'lsanglar, mana mundaq bo'ladi deb o'zining bo'g'ziga ishorat qildi. Bu uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarni o'limga hukm qiladi degan edi. Shu an u o'zining Allohga va Allohning payg'ambariga osiylik qilib salganligini sezib, hijolatdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga qaytmay, Udul Madinaga kirib ketdi. Va Majinu Dunabaga kirib, o'zini bir to'riga mahkam bog'lab, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z qo'li bilan yechmaguncha o'z-o'zini yechmaslikka va Qurayza zimminiga abadiy qadam bosmaslikka qasam qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni kechikib qoldi deb turadi. Uning xabari Madinaga anglab, u Udul mening yenimga kelgan bo'lsa, men uningga albatta mag'firat tilaydim. Lekin u bu qilganidan qilib bo'pti. Endi uningga Alloh tavba ato qilmaguncha men yashmayman dedi. Qurayza yahudlari Abu Lubabaning ishoratiga diqqat qilmay, payg'ambarlar sallallohu alayhi vasallamning ularning ustidan qanday hukm chiqarganligini bir ko'rib beqish uchun uning hukmiga rozi bo'lishni qaror qildi. Vaholanki ularning qala qo'rg'onlari ozoda ham puxta bo'lib, suv va osh-ozuqlar shuning ichida bo'lg'ashqa xeyli uzoq muddatlik muasirgimi bardosh bera oladi. Aksincha musulmonlar Aqsob urushi boshlangandan beri izchil daloda vazifa o'tayotgan bo'lg'ashqa qahratan so'quq ochliq dardidan hozirmoqda edi. Biroq Bani Qurayza urushimi yanada ideyaviy siyosiy urush bo'lgan bo'lg'ashqa Alloh taolaning ularning qalbiga qo'rqinish va vahim silishi bilan ularning irodasi allaqachon bo'shab, yemirilib bo'lgan edi. Hatta ularning ruhi shu darajada tushkunlashib ketgan ediki, musulmonlardan Ali ibn Abu Talib bilan Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhumalar qo'shin oldiga o'tib, "Ey iymon qo'shini, Alloh bilan qasamki, men tog'am Hamza tedigan o'lim sharobini tetiyman yoki ularning qal'asini fath qilaman" deb qasamyat bildirgan edi. Yahudlar buni anglab, darhol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ularning ustidan hukm chiqarishiga rozi bo'lganligini bildirib, qurol tashlab qal'adan tushishga boshladi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning arlarini to'liq nazarbandga elishga buyurdi. Shuning bilan ularning arlari ayrilib, Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhuning nazoratchiligida hammasining put-qo'llari arg'amchi bilan bog'landi. Ayollar va bolalar arlardan ayirib etildi. Bu chaqda Avs qabilasining jamoati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, Qaynuqdaqa yahudlari qarindosh qabila Xazrajlarning ittifoqdoshligi edi. Ularga muvofiq jazo qo'llangan eding. Bular bo'lsa bizning ittifoqdoshlarimiz edi. Shunga bularga bak og'ir jazo hukm qilmasang" deb yalvorishga boshladi. Buning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaq bo'lsa, bu hukmni o'z ichinglardan bir kishi chiqarsa rozi bo'lamsizlar" deb so'radi. Ular albatta rozi bo'lamiz deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Undaqda u hukmni Said ibn Ma'uzga qoldirayli" dedi. Ular rozi bo'lib, "Shunda qilayli, Said hukm chiqarsa rozimiz" deyishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Said ibn Ma'uz raziyallohu anhuni elib ketishga odam avatdi. Aslida Saidning Aqsob urushida yaralangan chaqdagi jarohati eg'irlashib ketganlikdan Qurayza urushiga chiqolmagan edi. Shunga u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avatgan odam Said raziyallohu anhuni eshakka mindirib elib keldi. Said raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bargohiga kelgicha uning qum jamoatlari uni yo'l ustida to'sib olib, "Ey Said, ittifoqdoshlarimizga yaxshilik qilgan, do'stlarimizga yaxshilik qilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga kengchilik bilan hukm chiqarishing uchun bu huquqni sana berdi" deyishdi.
Said raziyallohu anhu ularga lam jim demay ketib atadi. Ular uningga ko'p yalvurib ketishdi. U "Men Saidga Allohning hukmini e'lon qilishda hech kishining tapa-tanisidan qo'rqmaslikning vaqti yetib keldi" deb qo'ydi. Ularning ba'zilari uning bu gapini anglabla Madinaga qaytib, jamoatchilikka Quraysh yahudlarining o'lim xabarini yetkazdi. Said raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bargohiga yiqilib kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga "Boshliqlar uchun o'rninglardan turinglar" dedi. Ular Said raziyallohu anhuni eshakdan tushirib, "Ey Said, bu qavmlar sening hukm chiqarishingga ma'qul bo'lishdi" degan edi Said raziyallohu anhu. Ular ustidan hukm chiqarsam, rostalla kuchga ega bo'lamdi deb so'radi. Ular "Ha-ha" deb javob berishdi. Said raziyallohu anhu yana "Musulmonlarga-chi?" deb so'radi. "Kishilar bizgami shunda?" dedi. U "Bu yerdagilarga-chi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bartarafni ko'rsatib. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni tushunib, "Ma'ngim shunda" dedi. Shuning bilan u "Undaq bo'lsa, men ularning erlarini o'ltirishga, ayollarini va bolalarini asir elib qul qilishga, mol-mulk va uy zaminlarni musodir qilib, g'animat elishga hukm qilaman" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning chiqargan hukmidan suyunib, "Ey Said, ular ustidan 7 qat osmon ustidagi Allohning hukmi bilan o'xshash hukm chiqarding" dedi. Said ibn Ma'az raziyallohu anhuning Bani Qurayza yahudlar ustidan chiqargan bu hukmi intayin adil, o'z layiqida insof bilan chiqarilgan hukmnoma bo'lgan edi. Chunki ular musulmonlarning beshiga qatma-qat eg'irchiliklar yuzlangandan keyin musulmonlardan yuz o'rib, kelishimni buzib, dushman tarafga o'tib ketgan edi. Yana bir jihatdan yoshirin harakat planlab, musulmonlar bilan urush uchun 1500 dona qilich, 2000 dona nayza, 300 dona zavod, 500 dona dubulg'a va qalqon qatorliq harbiy lozmatliklarni tayyorlagan ekan. Ular taslim bo'lgandan keyin musulmonlar bu lozmatliklarni yig'ib oldi. Hüküm e'lon qilinib bo'lgandan keyin suiqasd, aldamchilik, xiyonatkorliklarning yilon chayanlari tüp yıldızdan quritib tashlandi. Ular musulmonlarning hayotidagi eng qiyin soat minutlarda o'tirdiki nihoyatda puxta tuzilgan ahd va paymonlarni yirtib tashlab, Ahzab qo'shiniga setilgan badbaxtlar edi. Ular bu qilmishlari uchun o'lim jazosi berilishga tegishli urush jinoyatchilarining katta boshlariga aylangan edi. Ölümge hüküm kılınğanlar içinde Bani Az-Nazir Yahudlarının baş Hazazul şeytini ve Ahzab uruşunu qo'zg'uvchi urush jinoyatchisi Safiya raziyallohu anhaning otisi Huyay ibn Ahtabmu yalab ilib kelindi. O Ahzab urushi mezgilda Bani Qurayza qabilasining boshlig'i Kaib ibn Asadni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vafosizlik qilishga kuchkirtgili keçilib kelganda uningga bergan Navoda Quraysh G'atfonlar Muhammadni yo'qotolmay qaytib ketib qolsa, men sen bilan hayot mamatda bilib bo'laman degan farisiga asosan bularning qo'zg'iniga kirib mo'kinib olgan edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Muhammad bilib qolginki, men hargiz sen bilan kinimga pushaymon qilmayman. Lekin kimki Alloh bilan kuch sinasa, u cho'qim o'z mag'lub bo'ladi ekan, dedi. Yahudi ayollaridan biri shu arda Hallat ibn Suvayd raziyallohu anhuning ustiga qal'adan tosh tashlab o'ltirayotganlikdan qissos uchun o'limga buyurildi. Sabit ibn Qays raziyallohu anhu degan kishi Yahudi asirlaridan Zubayr ibn Batani va uning balachaqa mol-mulklarini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan tilagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni shuningga hadiya qildi. Chunki Zubayrning Sabitda qilgan ma'lum bir yaxshiligi bor edi. Shuning bilan Sabit ibn Qaysir Zubayrga Rasululloh menga seni va sening barliq ta'alluqotingni hadiya qilyapti. Endi u narsalarning hammasi o'zining bo'lib qolsin degan edi. Zubayr ibn Bata o'z qavmining bir butun o'ldirilganligini o'qib, "Ey Sabit,
mening o'z vaqtida sana qilgan yaxshiligimning hurmati uchun meni do'stlarimga qaytaversan deb turib oldi. Shunga umu do'stlariga qaytib u dunyoga yo'lga silib etildi. Sabit ibn Qays raziyallohu anhu Zubayrning bolalaridan Abdurrahman ibn Zubayrni elib qolgan edi. O keyin musulmon bo'lib, yaxshi sahobalardan bo'lib qoldi. Yana musulmonlardan Ummu Munzir zahatda to'liq ismi Salma binti Qays Bani Najjar aymiqidan debdi. Degan xotun Rifoa ibn Samval Qurayzni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan tilib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Ummu Munzirga hadiya qilibdi. Shunga Ummu hayot qoldi va keyin musulmon bo'lib, yaxshi suhbatga nail bo'ldi. Yahudilar taslim bo'lib, qal'adan tushishning oldingi kechisi ulardan bir bo'lak kishilar musulmon bo'lgan edi. Ularmi o'zlarining hayoti va mol-mulkini bexatar saqlab qoldi. Shu kechisi yana Amru ismli bir Yahudi Yahudlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan ahdini buzganda betaraf turgan edi deb izohat beribdi. Qal'adan chiqib bir yoqqa ravon bo'lganda musulmonlar chorlug'uchi qismning bosh qo'mondoni Muhammad ibn Maslama raziyallohu anhu uni tutib olib, salohiyatini aniqlagandan keyin qo'yib atdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yahudi urush jinoyatchilarini bir taraf qilib bo'lgandan keyin ularning mollarini bir taraf qildi. G'animatlarning 5 hassidan 1 hassini ayirib olgandan keyin musulmonlarga bo'lib berdi. Natijada otliqlarga 3 bo'lish, uning 2 ulushi otga, 1 ulushi ot egasiga berildi. Piyodalar uchun 1 ulushla taqsim qildi. Asirlardan bir bo'lagini Said ibn Zayd Ansari raziyallohu anhuning yetakchiligida Najda bozoriga avatib, sottirib, puliga ot, qurol, yaroqlarni setib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayza ayollaridan Rayhona binti Amru ibn Qays ni o'ziga talab olgan edi. U taki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lganga qadar uning qo'l ilkida turdi. Buni Ibn Issoq rahimahulloh rivoyat qildi. Ammo Kalibning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni Hijriyaning 6-kun yili ozod qilib etib amriga olgan va Hajjatul Vidadan qaytgan kunlarda vafot bo'lib ketib, Baqiya qabristonligiga dafn qilingan deyilgan. Xo'sh, shunda qilib Qurayza yahudlarining ishlari bir qur oyoqlashgan kunlarda Salih banda Said ibn Ma'az raziyallohu anhuning duosi ijobat bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni at oqshimi yo'qlab turish uchun masjid ichiga bir chedir tayyorlab bergan edi. Qurayza yahudlarining ishlari tamom bo'lgan hamon uning jarohati ig'ir elib to'xtamay qanashga boshildi. Aysha raziyallohu anha mundaq deydi: uning o'q qon tomiri teshilgan bo'lib, masjid ahli masjidda Bani G'ifar kentidan bir qancha chedirlik kishilar bor edi. Qo'shni chedirliklarning ahli chedirlar bu tarafga iqib kirgini nima qon u deb surishti qilganligini cho'shtibatdi. Aslida Said raziyallohu anhuning jarohati yeringdab qanab ketgan ekan. U shuning bilan o'lib ketdi. Sahih Buxoriyning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Rahmon, nihoyatda mehrlik, shafqatlik Alloh taoloning arshi Said ibn Ma'ozning vafoti uchun tavrinib ketdi. Ya'ni Rahmon izohati nihoyatda mehr shafqatlik Alloh taoloning arshi Said ibn Ma'ozning vafoti uchun tavrinib ketdi. Imom Tirmiziy rahimahulloh Anas raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundaq deyilgan: Said ibn Ma'oz raziyallohu anhuning jinozasi ilib mengildi. Munofiqlar Saidning jinozasi ajab yeniqku deyishdi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni farishtalar ko'tarib ketyotdi dedi. Bani Qurayza muhosirasi jarayonida musulmonlardan Xallot ibn Suvayd ismli bir kishi qazo qildi. Uni yahudlardan bir xotin uning bexotligidan foydalanib beshiga tosh tashlab o'ldiribdi va yana muhosira jarayonida
Ukasha ibn Mihsanning qerindishi Abu Sinan ibn Mihsan qazo qildi. Endi Abu Lubaba raziyallohu anhuning ishiga kelsak, u ashu 6 kun ichida masjidning bir to'rigiga bog'liqlik turdi. Uning ayoli har namoz vaqtida kelib, uni yeshib qo'yib, namozdan keyin yana mahkam tinib qo'yib ketadi. 6 kundan keyin bir kuni sahar vaqtida uning tavbasi ijobat bo'ldi. O chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ummu Salima raziyallohu anhaning uyida edi. Shuning bilan u eshik oldiga chiqib, "Ey Abu Lubaba, xush xabar, Allah sening tavbangni qabul qilibdi" degan edi. Kishilar oldirab uni yeshib etmoqchi bo'lishdi. Bu chaqda u, "Meni Rasululloh o'z qo'li bilan yeshib qo'ymasa bo'lmaydi" deb unimadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Bag'dodga chiqqanda yeshib qo'yib o'tib ketdi. Bani Qurayza urushi Hijriyaning 5-yili Zulqayda oyida ilib berildi. Muasira 25 kun davomlashdi. Allah Taala Ahzab urushi va Qurayza urushi haqida Ahzab surasidan bir qancha oyatni nozil qilib, uningda mu'min musulmonlar bilan munofiq kuffarlarning ahvolini bu ikki urushdagi muqim vaqaliklarning bayoniga birlashtirib sharhladi va sura oxirida Ahzab qo'shunining hamda ahli kitob izohatda, ya'ni yahudiylarning suiqasdining sharmandalarcha mag'lub bo'lganligini bayon qildi. Endi biz yangi bir tema, bu urushdan keyingi lashkariy harakatlar degan qismdan boshlaymiz. Bu urushdan keyingi lashkariy harakatlar Salam ibn Abul Huqayqning o'ldirilishi. Salam ibn Abul Huqayq izohatda Kuniyati Abu Rafi debdi. Mu Yahudlarning musulmonlarga qarshi Ahzab urushini qo'zg'ishiga zo'r hassa qo'shgan va mushriqlar qo'shinini nurg'un mol-mulk ham moddiy ta'minot bilan ta'minlagan urush jinoyatchilarining qo'lliq katibishi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarata o'shmanligi nihoyatda kuchli badbaxt edi. Shunga buni Qurayza urushi oyoqlashgan hamon Ansarlarning Hazraj qabilasidagilar uni ujuqtirib etishga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan izni so'radi. Chunki Kayb ibn Ashraf degan Yahudi Avs qabilasidan bir qancha azimatning qo'li bilan yo'qotilgan edi. Bularmi Salam ibn Abul Huqayqni yo'qotib, o'zlarining bu o'tkinchini o'rilmoqchi bo'ldi. Shunga ular bu talabni o'tirg'a qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'ldirishga ijozat qildi. Biroq harakat jarayonida ayollar va bolalarni o'ldirishni to'sdi. Shuning bilan Hazraj qabilasining Bani Salima jamoatidan 5 kishi pidoyi bo'lib yo'lga chiqdi. Abdullah ibn Atik raziyallohu anhu bu atratga amr qilib tayinlandi. Pidoyilar yo'lga chiqib Xaybar tarafga yurib ketdi. Chunki Abi Rafining qal'asi Xaybar tavasiga joylashgan edi. Ular shaharga yaqinlab turib borganda kun petib gugum tushib qoldi. Kishilar mol padalarni haydab shahar darvozasidan keyin-keyindan uzilmay kirib kelyotdi. Bu chaqda Abdullah ibn Atik raziyallohu anhu hamrohlariga "Mushu yerda turib turinglar, men berib darvozamga yalvorib baqay, ichkirisiga kirib olsam ajab emas" dedi. Da darvozaga yaqin kelib hojat qilgan bo'lib, kiyimiga cho'mkinib o'ltirib oldi. Kishilar to'xtamay kirib kelyotdi. Bir chaqda darvozan uni chaqirib, "Hey kishi, kirar bo'lsang chopsam bo'l. Men darvozani taqayman" deb qoldi. Abdullah ibn Atik raziyallohu anhu mundaq deydi: "Shuning bilan men qala ichkarisiga kiribla bir joyga mukinib oldim. Kishilar kirib bo'lib edi, darvozani eshikni taqab, qulflagandan keyin oshqushni bir qo'ziqqa ilib qo'ydi. U yana mundaq deydi: Birozdan keyin men heliqa oshqushlarni qo'limga oldimda, darvozaning qulub taqoqlarini ichib etdim. Abu Rafi ashu qal'aning ustungi qavatida turayotgan bo'lib, uning uyida har kuni kechda bir hasog'icha kechlik parang qiziydi. Men uning ulpatdoshlari tarqab o'zlarining uylariga kirib ketib bo'lgandan keyin ustungi qavatga chiqdim. Har bir eshikni echib kirganda uni ich tarafdan taqab mangdim. Ko'nglimda navoda bular meni sezib qolsa, uni o'ldirib bo'lguncha qo'lga tushib qolmay deb o'ylaydim. Men oxiri Abu Rafining
haram xonasiga yetib bordim. U xotin bola chaqalari orasida xo'rak tortib uxlayotdi. Öy qarаңғы bo'lganlikdan ularning qaysi Abu Rafi ekanligini belgili bo'lmaydi. So'ng men Abu Rafi deb chaqirdim. U kim bu? Kim deyman? deb ovozini chiqardi. Shuning bilan men ovoz chiqqan tarafga etilib berib qilich urdim. Lekin qattiq jiddiyleşib ketganligimdan qilichni dal joyiga tekizolmabdiman. Abu Rafi varqirab ketdi. Men sirtqa chiqib ozroq turdim va yana qaytib kirib, "Nima bo'ldi? Ey Abu Rafi, nimancha varqiraysan?" desam, u "Voy, bachchag'arning bolasi, menga boya beri qilich urdi" deb dodlanib ketdi. So'ng bilan men uningga yana bir qilich urib, nimjon qilib etdim. Ammo u o'lmadi. Ondan qilichni kuchab uning qursiqiga tiqdim. Qilich dumbasiga o'tdi. Shu chog'da uni o'ltirib atganligimga ishondimda, keynimga yongancha eshiklarni bir-birlab ichib, oxir shu tutuviga yetib keldim. Pastga tushib o'tib, yerga tushib bo'ldim deb o'ylab, putimni bir yerga qo'yib edim, yiqilib ketib, putim sinib ketdi. Kecha intayin yo'ruq, oydin edi. Putimni beshimdagi salla bilan tangib, ming taslikda darvoza oldiga chiqib o'tirdimda va Abu Rafi o'ldimi yo'q, bu yerdan uqibroq chiqib ketay dedim. Bir chog'da tun nisbatan eshib, onda sonda xo'roz chilibidi, qal'a qo'rqlardan qiyo-chiyalar ko'tarildi va Hijoz ahlining atoqli so'digari Abu Rafi qasdga uchrabdi deb e'lon qildi. Shuning bilan men bir amal qilib hamrohlarimning yeniga berib, tez qochayli, Allah Abu Rafining jinni oldi dedim va ular bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, voqeaning jarayonini so'zlab berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam putimni g'ozib silib qo'ygan edi, putim sallamasa saqib qoldi. Hech qanday og'riq sezmadim. Yuqorqi bayon Sahih Buxoriyning rivoyati, ammo Ibn Issoq rahimahullohning rivoyatida Abu Rafini o'ltirishga mazkur fidoyilarning hammasi qatnashgan va uningga qilich urg'ini Abdullah ibn Anas radhiyallohu anhu edi deyilgan. U hadisda yana fidoyilar Abu Rafini tun nisbida o'ltirib bo'lganda Abdullah ibn Attik radhiyallohu anhuning puti sinib ketib, ular uni ko'tarib bir suv bo'yiga elib kelib, suvga mo'kinib yotgan. Yahudilar o't yondirib iz qo'g'lab kelib, nishonni bayqay olmay, noumid qaytgandan keyin ular suvdan chiqib, Abdullah ibn Atikni ko'tarishib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan deb qayd qilingan. Mazkur fidoyilar Hijriyaning 5-yili Zulqayda yoki Zulhajja oyida avatilgan. Xo'sh, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ahzab urushi va Bani Qurayz yahudlarining ishlaridan fariq bo'lib, shu jarayondagi urush jinoyatchilarini bir qur jazolab bo'lgandan keyin yaxshilik yarashmaydigan, azar yesa g'izo yegandek his qiladigan ashu oz sondagi qabila badaviy qaroqchilarni tetug'udek adablab qo'yish uchun ularga qarshi jazo yurishiga otlandi. Xo'sh, amsa bugungi she'rim buloq sirasini bevosita o'qib tarqitishni mushada to'xtay. Alloh buyursa, adalika Muhammad ibn Maslama qo'shini degan temadan boshlab bevosita o'qib tarqitishni boshlayman. Andan keyin o'qirmanlarning samiga bir izoh qo'ydiganim, chunki Ramazon kunlari to'liq oz qoldi. Shunga ko'proq o'qib chiqarishga to'g'ri kelyotdi. Shunga ba'zida bir kunda bir qancha tarqalgan qismlarni ko'rishinglar mumkin. Yana eskartib qo'ydiganim, vaqtimiz yetsa anglayli, vaqtimizni chiqaramsak, keyincha anglasaqmi bo'ladi. Lekin sizlarning diqqat berganinglarga, vaqtinglarni chiqarib anglaganinglarga Alloh rahmat qilsin. Rahmat amsa, Allohga emanet.